Bu narsaning dolzarbligi juda ham muhim. Ular hammasi oshqozon yara kasalliklarini 10 ta odamdan 5 tasi hammasi oshqozonni og'riqligidan shikoyat qiladi. Gastroskopiya amaliyotini bajarganimizdan keyin o'z-o'zidan ularda oshqozonni shilliq qavatida antral qismida gastroskopiya qilib zond amaliyotini bajarganimizda oshqozon yara kasalliklarining eng asosiy sabablaridan bittasi gastritni davolamaslik. O'sha yara kasalligini yana qayta rivojlanishini oldini olgan bo'lamiz. Assalomu alaykum Ko'ksaroy klinikasi obunachilari va YouTube kanali a'zolari. Men Ibrohim Ziyodbek, Ko'ksaroy klinikasi gastroenterolog endoskopisti va onkolog shifokorman. Sizlarga bugun ochib beradigan mavzularimdan bittasi juda ham dolzarbligi jihatidan aktual mavzu. Bu oshqozon 12 barmoq ichagi kasalliklari va oshqozon 12 barmoq ichagi yara kasalliklari. Bu narsaning dolzarbligi juda ham muhim, chunki deyarli 10 ta odamdan 5 tasi hammasi oshqozonni og'riqligidan shikoyat qiladi. Oshqozon yara kasalliklarining eng asosiy sabablaridan bittasi bu doimiy noto'g'ri ovqatlanish, spirtli ichimliklarni ichish, tamaki mahsulotlarini muttasil qabul qilish va doimiy og'riq bo'lganda noto'g'ri og'riq qog'izadigan dorilarni ichib yurish. Ular hammasi oshqozon yara kasalliklarini kelib chiqishiga asosiy sabablardan bittasi. Bizga murojaat qiladigan kasallarni eng asosiy shikoyatlardan bittasi doimiy oshqozondagi og'riqlar va ularni dori ichgandan keyin og'riq bosilmasligi bilan juda ham ko'p shikoyat qilishadi va biz gastroskopiya qilib zond amaliyotini bajarganimizda ularda asosan oshqozonda yara kasalliklari kelib chiqadi. Oshqozon yara kasalliklarida eng asosiy yomon tomonlardan bittasi erta rakka xavfini chaqirishi. Nimaga? Chunki oshqozonda yarasini vaqtida davolanmasa, bu rak oldi holati va rak jarayonlarini tezlashtirib yuboradi. Demak, oshqozon ichagi yara kasalliklarining eng asosiy omillari, sabablaridan bittasi bu oshqozonda helikobakter infeksiyasini bo'lishi. Bu nima? Helikobakter infeksiyasi bu shunaqa yomon infeksiyaki, u borligini ham, yo'qligini ham bilinmaydi. Qanday qilib yuqadi? Bu qanday yuqishini sabablaridan bittasi noto'g'ri ovqatlanish, mevalarni, sabzavotlarni yaxshi yuvmaslik va ko'chada doimiy ravishda yaxshi yuvilmagan ovqatlanish joylaridan ovqat yeyish. Bu ko'proq to'g'ri ovqatlanmaslik hisobiga kelib chiqadigan narsa-da bu. Keyingi oshqozon yara kasalliklarining eng asosiy sabablaridan bittasi gastritni davolamaslik. Gastritdan keyin o'z-o'zidan oshqozonda eroziyalar hosil bo'lishni boshlaydi. Eroziyalarda biz og'riq bo'lyapti, bo'ldi. Shu dorilarni bersam, dorilarni ichsam, og'riq qog'izadigan dorilarni ichsam bo'ldi, og'riq qoldi deb o'ylaymiz, lekin eroziyani hech qachon og'riqni qog'izadigan dori bilan davolab bo'lmaydi. Bizga ko'p keladigan kasallarni asosiy qismi shu og'riq qog'izadigan dorilarni doimiy qabul qilib og'riqni bosib yuradi va yara kasalligini o'z-o'zidan o'tkazib yuboradilar. Yara kasalligini o'z-o'zidan o'tkazib yuborgandan keyin bizga eng og'ir holatlarda keladi bular. Og'ir holatdan keyin biz ularni davolaymiz va shu natijaga erishamizki, boshqa o'sha narsani davolashga muhtojlik sezmaydi. Yara kasalliklarini aniqlash usullaridan bittasi bu zond gastroskopiya amaliyoti hisoblanadi. Gastroskopiya amaliyoti asosan bizda 2 xil yo'nalishda qilinadi. Bu medikamentozni uxlatish va mahalliy og'riqsizlantirish. Demak, o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bir kuni bitta kasalimiz keldi. Axlatdan rangida qorayish bor. Kelib ko'rinishda diagnostika qilishdan oldin gaplashdik. Bir og'iz aytishlari bo'yicha doimiy oshqozonda og'riqlar bilan ularni hayot faoliyatiga juda ham katta ta'sir qiladigan ekan ularda. Va aniqlab shuni bilganimizdan keyin ularga zond yutish tavsiya qildik va gastroskopiya amaliyotini bajardik. Demak, gastroskopiya amaliyotini bajarganimizdan keyin o'z-o'zidan ularni oshqozonni shilliq qavatida antral qismida katta 1 ga 1,5 razmerdagi yara kasalligini, yarani aniqladik. To'g'risi ular yara bor ekan desak, tushkunlikka tushib qolishdi. Men aytdim ularga unaqa xavfli narsa emas, davolasa, lecheniya qilsa, постоянно doimiy diagnostika qilib yurilsa, bu narsani qaytarsa bo'ladi deb aytdim va ularga to'g'ri dori terapiyasini qilib berdik va ularga 3 oydan keyin
yana qayta diagnostika uchun kelishlarini tavsiya qildik. 3 oydan keyin kelishdi va gastroskopiya amaliyotini bajardik. Ularda ko'rgan narsamiz yara bitgan holatda ko'rindi. Bundan nima demoqchiman? Yara kasalliklari davolanmaydigan narsa emas. Davolasa bo'ladi. Davolanganda ham chuqur uni sababini bilib, chunki yara kasalligini asosiy keltirib chiqaradigan sabablardan bittasini aytdim, shu Helicobacter infeksiyasi. U bo'lgan joyda faqat yarani davolashni o'zi bu noto'g'ri narsa. Kompleksni terapiya qilishimiz kerak. Ham Helicobacterga, ham yara kasalligiga. Chunki daraxtni tepasini olib tashlaganimiz bilan ildizi qoladi baribir. O'sha narsani ildizi bilan davolasak, o'sha yara kasalligini yana qayta rivojlanishini oldini olgan bo'lamiz. Agar sizda doimiy shunaqa og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, bizda Ko'ksara klinikamizda FGDS apparati, gastroskop apparati bor va biz bunda erta diagnostika qila olamiz va sizga maxsus davolash rejasini tuzib beramiz. Agar videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosing va qanaqadir sizda qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyaga yozing, men shaxsan o'zim javob beraman.